Assalomu alaykum azizlar. Bugun gapiradigan gaplarim shuning uchun ham buyukki, bu buyuk insonning shogirdiman. Chunki Jo'rayev Rizboy Aydarovich meni ustozim. Meni qo'limdan yetaklab Samarqanddan Toshkentga olib kelgan inson. Men bitta narsani xo'p deb bir olib kelganda men rostini aytsam qaytib ketib qolganman. Nima qilaman Toshkentda, hech kimim bo'lmasa, Samarqandda dekan bo'lib ishlab yuribman-ku deb professor bo'lganman. Shunda ustoz aytgan, "Sen hali bu yerga kel, sen baland qo'ligi quloch ochib yoyishing kerak. Samarqandda sening qulochlaring uncha yoyilmaydi" degan so'zlari hech yodimdan chiqmaydi. Shunda ikkinchi marta ham olib kelib Qoriniyozga direktor qilgan, ishlaysan shu yerda. Shunda ishlab yurib bir 6 oy ishlab, keyin birdan bu yerdan Navoiy pedagog, hozir Navoiy davlat universiteti, Navoiy pedagog institutiga rektor qilib jo'natib yuborganlar. 13 yil domlaning rahnamoligida o'sha yerda rektor bo'lib ishladim. Har kelganimda Toshkentga domlani ko'rgani kirib, keyin nasihatlarini olib, yana domla nima deb, keyin domlani olib borib institutni qurganimdan keyin, institutda yangiliklar qilganimdan keyin olib borib ko'rsatganimda domla rosa qoyil qolgandi. Ko'rdingmi nima ishlar? 9 etajli 2 ta korpusli yotoqxona qurdim. 1700 o'rinli o'quv korpusi. Pashti bilasizmi, 25 gektar joyga bog' qilganman. Shunday bog' bo'lganki, o'rmon. Endi uni ichida yursangiz, haligi havas qilasiz. Chunki Navoiydek cho'lday joyda bog' qilishni o'zi bo'lmaydigan bir narsa, qiyin narsa. Shuning uchun ham ana shu ustozimning o'gitlari bilan men ham domlaning orqasidan akademik bo'ldim. Nimaga? Demak, yaxshi insonning yaxshi fikrlari hamma yaxshilikka olib kelar ekan degan so'zlariga amal qilib. Mana hozir Qoriniyoz nomidagi tarbiya pedagogika milliy instituti 23-yilda demak, muhtaram prezidentimizning yangi qarori bilan 232-sonli qarori bilan Qoriniyoz nomidagi tarbiya pedagogika milliy institut tashkil etilsin. Yana qarang, Qoriniyoz nomidagi pedagogika fanlar ilmiy tadqiqot instituti negizida deb yozganlar, qarang. Demak, bu degani o'sha institut 95 yoshga kirgan bo'lsa, yoshini yo'qotmaydi. 96 yoshga kirdi deb o'qiysizlar deb tushuntirganlar. Shuning uchun tarbiya institutida biz asosan kimlarga? O'quvchilarga tarbiya haqidagi kitoblarni taqdim etmoqdamiz. Undan tashqari mahallaga, ota-onalarga kitob yozib beryapmiz. Ular o'z farzandlarini qanday tarbiyalashni va o'z farzandlariga qanday aytish kerakli bo'lgan so'zlarni. Shunda ustozim aytadi, "Sen hech charchamay, tinmay kitob yozasan. Buning o'zi ham mehnat. Demak, ustoz siz o'rgatgansiz. Shuning uchun ham sizning o'gitlaringiz orqasidan mana kitoblarim, darsliklarim 15-20 ta darslik yozdim. Mana shunchalik haligi seriya kitoblarini chiqardim. Bularning hammasi sizning ustozning bergan o'gitlari, ustozning qilgan narsalari deb aytsam bo'ladi. Yana ustozning bitta narsasi hech yodimdan chiqmaydi. Toshkentga kelganda menga birinchilar qatorida shu uy olishda yordam bergan. Birinchi, haligi ikkinchisidan Toshkent shahriga propiska qilish juda qiyin edi. Shularni hammasiga o'zi xat qilib, o'zi haligi qilib, kelinoyingiz bilan, farzandlarim bilan birinchilar qatorida Toshkentga propiskadan o'tganman. Ana shularning hammasiga shu ustoz sababchi. Shuning uchun aytaman, ustozning yo'llari men uchun ibrat. Ustozning yo'llari biz uchun har doim bitta narsasi bor. Bunaqa ibratni topolmaysan. Shuning uchun insonlar aytadiki, men qanday bo'lishim kerak desa, albatta insonning o'zining qadr qimmati bo'lish kerak. Bizda ustozning qadr qimmati, men ba'zida uni oltinga tenglashtirib bo'lmaydi deyman. Ba'zida ustozning qadr qimmatiga hech narsa to'g'ri kelmaydigan narsalar bor deyman. Shuning uchun mana shu yerda yurishimga, shu yerda direktor bo'lishimning ham asosiy sabablarini ko'pchiligiga Jo'rayev Rizboy Aydarovich sababchi deb o'ylayman. Shuning uchun bitta narsasi, ustoz haqiqiy, haligi ustoz. Ustoz bo'lsa odamlarni mana bitta narsasi domlani yonida hozir institutda ta'lim sohasida 2 ta akademik bo'lsa, ikkalamiz ham bitta institutda ishlaymiz, qarang. Qoriniyozda 2 ta akademik ishlaydi. Bittasi demak
mana bugungi kunda 80 yoshni qarshilayotgan bo'lsa, ikkinchisi uning orqasidan ketayotgan shogirdlari deb biling. Ana shularning hammasi men o'ylaymanki, ustozning bizga bergan o'gitlari orqali shu narsaga erishdik. Ustozda aytgan nasihatlariga to'g'ri amal qilib shunga erishdik deyman. Yozgan kitoblarimizni hammasiga ustozning o'zi podredaksiyasida chiqartirganman. Shuning uchun men o'ylaymanki, ustoz haqida qancha gapirsam, qancha aytsam kam. Demak, ustozni hamma vaqt ulug'lash kerak. Ustozni hamma vaqt qo'lda ko'tarish kerak. Ustozni hamma vaqt bolalarimga, nevaralarimga ibrat sifatida shunaqa inson borligini doim aytib yuraman. Ularning quloqlarida qolsin, ularning yodlarida qolsin. Shunday inson dadamni ustozlari edi deb yursin deb. Shuning uchun men o'ylaymanki, domlaning yubileylarini Xudo xolasa shunday bir chiroyli qilib o'tkazaylikki, hamma hayron qolsin degan umiddaman. Sog' bo'linglar, eson-omon bo'linglar.